Amrojon aka, Oh, nima pishiryapsiz? sendvich. Do'stlar, bizga kerak bo'ladi piyoz, xohlagan piyoz, qo'ziqorin, ya'ni shampinyon, albatta tovuq go'shti, sir, cheddar xohlovchilar uchun. Non, xleb haris amerikanskiy. Piyozimizni maydalab to'g'rab olamiz. Qo'ziqorinni ham maydalab to'g'rab olamiz. Tovuq go'shtini ham maydalab to'g'rab olamiz. Ketdik. Do'stlar, yog' quyamiz. Do'stlar, birinchi bo'lib piyoz. Do'stlar, ta'm berish uchun chesnoy qo'shib yuboramiz. Piyozimiz yaxshilab suv chiqqandan keyin tovuq go'shtini tashlaymiz. Do'stlar, tovuq go'shti. Tuz solamiz, tuz. Do'stlar, qo'ziqoringa navbat keldi. Solamiz. Yaxshilab qovurib olamiz. Ozgina ukrop qo'shib yuboramiz. Qizil tomat sovuramiz qizartirish uchun. Do'stlar, yana bir narsani aytib qo'yay, men hech qachon retsept bilan ish qilmayman, o'zim fantaziyam bilan qilaman. Ta'bimga qarab qilaman. Do'stlar, sendvichni ichiga qo'shadiganimiz qaylasi tayyor bo'ladi. Unga sous qilib olamiz hozir. Ketchup va mayonez, горчичный aralashtirib chiroyli qilib olamiz. Endi sendvichni boshlaymiz. Chekkalarni kesib olamiz nonni. Nonimizni yoyib olamiz, yuqa qayla solishni boshlaymiz. Ustiga bir dona sir cheddar solamiz. Chekkalarni suvlab olamiz bunday qilib. Keyin ikkinchisini ustiga yopamiz. Vilga chekkalar ochilib ketmasligi uchun toqqa tashlaymiz. 30 sekunddan qovurilsa yetadi. Tayyor bo'ldi. Sendvichimiz tayyor. Mahmudjon, oling. Qani akam, bismillah. Ahmad aka bomba chiqdi.